أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد Sağdaşlar biz kitabımızdaki 5'de kitabımızdaki birinci kısmı isim, ikinci kısmı fiilini tüketkendiğin keyin hem de üçüncü kısmı harfga keldik. Künde tekrarlavatımız asasen biz kitabımızı çoğun cihetten 3 kısmı bölgen tok. Birisi isim, birisi fiil, yani birisi harf. İsimni ismul mu'rab ve ismul mebni deb ikkiga bölgen tok. İsmul mu'rabni marfuat 8, mensubat 12, mecrurat 2 deb 3 çoğun türge bölgen tok. Yani isim mebnini yani grammatikalik o'rni o'zgarishimi bularda özgürüş alametleri payda olmaydığı isimlarni 8 türge bölüp bunu sözlep tüketip andan pil kelgandan keyin pil ichidagi bir qanchalagan pilning turlari, pilga munosabatlik mazmunlar, madi bilan amrining mabni taraflari, mudari'ning mu'rab taraflari, mudari'ningki i'robning turlari qatorliq pilga munosabatlik taraflar oldingi mazmunlarda oxirlashgandi. Endi kitobimizningki 3-qismi harfga keldi. Hammalar bilamiz, o'qiyotgan kitobimiz taxminan 1 yil yoki 1 yildan yuqori o'qish tarixidagi o'quvchilar o'tilgan kitob. O'quvchilar arab tiliga yangi kirgan dastlabki savat kitoblarini o'qigan boshlagan vaqtdan tortib o'quvchilarimiz asosan harflar bilan tanishib kelganlik. Ya qoida shaklida yoki jumla tekstlarni tarjima qilgan oraliqda tanishib kelganlik. Shunga bizningki 3-qismi, kitobimizning 3-qismi baq qiyin kelmaydi. Faqat o'quvchilarimizninki bir az ojizlik tarafi şu qo'shimchalar, yani alda qo'shimchalar deymiz, huruful jar deymiz. Asosliq shu hamda. Undan keyin huruful mushabbaha bil fillarni so'zlab o'tgancha oldida o'tmagan bir qism harflarningki jumlalarda kelgan vaqtidagi tarjimasi o'quvchilarga sal mujmalroq. Shunga biz 3-qismda harf bayonida grammatikalik nuqtalar haqida bak oz to'xtalamiz. Chunki buning o'quvchilar, yani sizlar bilmagidek grammatikalik nuqtalari yo'q. Masalan, biz burun o'qigan kitoblarimizda yoki mush kitobning boshlarida harflarning nurg'unlarininki grammatikalik alohidliklarini, grammatikalik ta'sirini so'zlab o'tdik. Asosliqi bakroq bu şey deganimiz ham harflarningki jumlalarda kelgan vaqtdagi tarjima roli. Chunki harflarning roli biz kitobning boshida deb o'tgandek jumlalardagi bilaklarning o'tirishini o'zaro bog'lash uchun keldi emasmi? Ikki ismning o'tirini bog'lash, bir ismning o'tirini. Shu bog'lagan vaqtida Uyg'urchada to'g'ri ifodalanmay qolib qolsa, asli harfning arab tilida ifodalamoqchi bo'lgan mazmuni jonlanmay qolib qoladi. Shunga bizning nurg'un arab tilidan tarjima qilgan kitoblarimizning jonsiz chiqib qolishi yoki o'zimizningki kitoblarni o'qib tushunishda ravon bo'lmasligimiz, dal mushahil qo'shimchalarningki har xil ifodalariningki to'g'ri ravishda ifodalanmasligining bir sababi yoki natijasi bo'lsa kerak. Endi Abdur darsni boshladi. Al-qismu thalith fil harf, yani 3 kitobimizning 3-qismi harf haqida. Vaqat mado ta'rifuhu, biz kitobimizning boshida harfning nima ekanligini ta'rif qilib o'tgan. Qayta bir takrorlasak, harf degan bir so'z turkumiga tava so'z bo'lib, o'zida bir ma'no bor. Ammo bu ma'noni mustaqil ifodalayolmaydi. Demakchi o'g'ini, agar harf jumlalarda kelmaganida, boshqalar bilan birikib kelmaganida, buning ifodalamoqchi bo'lgan roli, ma'nosi, mazmuni ifodalanmaydigan, ismga o'xshamaydigan, ismning alomatlarini qabul qilmaydigan, ismga o'xshamaydigan, pilga o'xshamaydigan, pilning alomatlarini qabul qilmaydigan bir so'z turkumini biz harf degan to'q. Buning turi o'yat, ya'ni kitobimiz o'yatni bayon qilibdi. Bir qism kitoblarda 19 deydi, bir qism kitoblarda 21 deydi. Ba'zi harflarni o'zaro birisi kirgizib o'tgan ahvollar va ba'zi vaqtda kengroq so'zlaydigan ahvollar. Shuni qarab bo'ladi. Asosan ixcham shakli o'yatda, masalan, huruful jar oldi qo'shimchalar, al-huruful mushabbaha bil fi'l biz marfuat, mansubat so'zlagan tilga o'xshaydigan harflar, huruful atf ikki bilakning o'tirini, mayli ism bo'lsin, pil bo'lsin yoki jumla bo'lsin, bog'laydigan atf harflar. Buni biz tavobining bayonida so'zlab o'tgan. Hurufut tanbih ogohlantirish harflari mabnida asmaul ishoratlarda, asmaul ishoratlarningki oldiga kiradigan vaqtda haning
Hanın hurufu tanbih ekanligini deb o'tdik. Bu yerda hadin boshqa hurufu tanbih so'zlaymiz inshaalloh. Hurufun nida maf'ulun bihda munodan so'zlagan vaqtida shu munosabat bilan so'zlab qolgan. Chaqiriq harflari. Huruful ijob deb so'zlamadik, ya'ni javob berish, chaqasa ha, ma'qul degandek mazmunni ifodalaydigan harflar. Hurufuz ziyoda cümlelerde ortiq olib keladigan. Endi grammatik nuqtadan ortiq deganligi bilan balog'atlar ortiq demaydi, lekin grammatik rol nuqtasidan ortiq olib keladigan harflar. 8-si tafsirining ikki harfi degani ilgirki jumlalarga izohlama qo'shadigan o'rinlarda qo'llanadigan harflar. 9-si masdar harflari, ya'ni jumlani masdarga o'zgartiradigan yoki fe'lni masdarga o'zgartiradigan degandek. Buning nurg'ularini biz masalan anni ko'rib o'tdik, fe'l mudori'ning i'robida an o'zidan keyin kelgan fe'l mudori'ni masdarga o'zgartirdik. Anna o'zidan keyin kelgan jumla ismi ya'ni masdarga o'zgartirdik. Shunga o'xshagan harflar. Tahdid harflari bir ishlarga qiziqtirish. Kelgusi zamonda bo'lib qolsa, o'tgan zamonda bo'lib qolsa, o'tgan zamondagi qiziqtirish deganlik ma'lumot qilish masalan, nima ish qilmading degandek. Harfu tavaqqu, ya'ni shirkatninki hozirgi zamonga yaqinlashib qolganligini, texicha bo'lg'il az qoldi, bulay deb atadiq, endi qilib bo'ldi degandek harf mazmunni ifodalaydigan harflar. Huruful istifham, so'roqni ifodalaydigan harflar, men bilamiz hal, hamza degandek va intayin ko'p, ayna, mata degan hammasi huruful istifhamlar. Huruful shart. Biz fil mudari'ga i'rob bergan vaqtimizda kalimul mujozatlarni so'zlagan vaqtda bir bilik shart harflarni shada masalan in, man, kayfama, aynama degandek shart harflarni ko'p o'tgan. Asosan shu 14-chi harf rad'a, rad qaytirish, hargiz undoq emas degandek ma'nolarni masalan kalla degandek. 15-si ayollikning ta'si haqida so'zlaymiz. 16-si tanvinning nuni, tanvinning o'zi bir nun emasmi? Shu nun haqida so'zlaymiz. 17-si ta'kidning fil mudori'ning oxiriga keladigan birisi xafifa, birisi saqila bo'lgan ikki nun va ta'kidning shularni so'zlaymiz. Va nashrahuha bit-tartib kama ya'ti. Shu yuqorida biz darajaga chizib 17 ga turg'izdik. Shu kelgan bo'yicha tartib bilan izohlaymiz inshaalloh. Avval kelayli huruful jar. Yani zir qiladigan, jar qiladigan nimalar harflar. Endi bu yerda biz ismning ta'rifatida ismning bir alohidligini eslab o'tish to'g'ri keladi. Ismning 10 alohidligining ichida birisi jar deb bir iborat bor. Ismning xavoslarining qatoridan yoki ismning alomatlarining qatoridan al-jarda. Biz shuni huruful jarning kirishi deb shu vaqtida bir tushunish bergandek ismda. Shunda bo'lganda biz huruful jarning ma'nosiga kam aytirib bir narsani tushuna olamizki, huruful jarlar ismning oldiga kiradi. Ya'ni huruful jarlar ismga xos. Ismga xos. Ondan keyin biz harflarning alohidligida harflar jumladagi ikki bilakning o'tirini bog'laydi bo'lgandan keyin biz bayatdan gapdan va hozirgi gapdan yana bir yakunga kelalamizki, huruful jarlar ismning oldiga kirib ismga yana bir bilakning ma'nosini qana qildi tatib akiladi, bog'laydi. Qarshi taraf bilak, masalan ism bo'lsinmi, fil bo'lsinmi, masalan jalastu fil masjid desa fi masalan huruful jar deymiz, so'zlaymiz inshaalloh. Masjidning oldiga keldi. O'ltirish degan bir ma'noni masjidning ichiga qana qildi, tatib keldi. Ya'ni bog'ladi buni aytgan vaqtda. Katabtu bil qalam ba. Al-qalamning oldidagi ba, qalam bilendagi ba ismning oldiga kirdi. Va shu ba kirish orqali qalam degan bir ismga bir ma'no bog'landiki, yozish. Qalam bilan qana qildim, yozdim. Demak, huruf jarning asosiy ta'rifati, roli shu. Biz uyg'urchada odatda oldi qo'shimchalar deb tarjima qilib qo'yamiz odatda. Buni tushunsanlar bo'ladi. Ya'ni ismlarning oldiga kelib, nima o'ynaydigan ismlar bilan boshqa bilaklarning o'tirini bog'lash rolini o'ynaydigan harflar deb tushunsanlar bo'ladi. Endi Abdurxona ta'rif qildi, qarab boqaylik. Huruful jar deganimiz hurufun shunday bir harflarki pil yoki shibhi pilni, pil yoki shibhi pil yoki uning ma'nosidagini pil, shibhi pil yoki filning ma'nosidagi fil ma'nosida kiradigan mayli ism bo'lsin yoki shu xildagi masalan hada desa ushiru degan ma'noda keldi, la'alla desa atamanna degan ma'noda keldi, fil ma'nosi yoki shibhi pil deganimiz ism fa'il ism maf'ullarni ko'rsatadi. Demak, bir hudusni ifodalaydigan bir bilakni mayli u pil olsun, shibhi pil ism fa'il ism maf'ul degan sifatlar olsun yoki pil ma'nosida keladigan odatdagi boshqa ismlar olsun, qanday olib ketsin, ya'ni ma'nan pil olsun, ish qilib hudus jumladagi yakunni yoki jumladagi ma'lum bir mazmunni
ismga yetkizish uchun, yani o'zining kelgan ismga degani, mush harf jardan keyin keladigan bir ism bor. Chunki biz ismning alohidliklarida ismga jarning, huruful jarning kirishi degan to'q. Bu yerda ismning o'zi kiradiganligini bilib oldik. Ya'ni harf jardan keyin bir ism keladi. Ism kelib ilgirki mazmun, o mazmun mayli fil olsun, shibih fil olsun yoki ma'nan fil olsun, har qanday shakldagi bir yakun mazmunni, jumlaning yakun mazmunini ismga bog'lash uchun tayinlangan, belgilangan harflar, harf jar. Endi bu ko'p bo'lg'achqa harf jarlar. Buni mushundan boshqa ta'rifat qilish yo'li yo'q. Masalan, ba'zi ba desak 9 xil ma'no bilan bog'laydi. Har bir ma'no ayrim masalan. Fi desak bir necha xil ma'no, min desak bir necha xil ma'no, lam desak bir necha xil ma'no. Bunun 19 xilga yaqin huruful jarlar va huruful jarlarning hammasininki ma'nosi bir-biriga o'xshaydi. Hatto hammasining emas, bir huruf jarninki ifoda qilgan ma'nosi necha xil. Unda olganda bularni umumyuzlik hammaga o'rtaq bo'lgan ta'rifat shu. Buni deb tushunamiz endi. Uning tafsiliy ahvolini, qaysi harf qanday xil ma'noni bog'laydi ismga, qaysi xil harf qaysi xil ma'noni bog'laydi, qaysi xil harfga Mavlani inshaalloh tafsili hozir kelamiz. Masalan, marartu bi Zaydin desa, Zayd degan ismning oldiga ba keldi. Zayd bilan qana qildi? O'tdim. Zayd bilan qana qildim? O'tdim. Mening o'tishim kim bilan bo'ldi? O'tish degan bir ma'noni Zaydga bog'ladi. Ana marrun bi Zaydin. Mayli bu aytgandek mararda pilakasimi yoki marrun deb pilakasimi yoki hada fid dari abuk degandagi hada ma'nan fil masalan. Ma'nan filakasimi qanday bo'lsin? Marartu marrun hada degandek fiilni ifodalaydigan yakunlama shakldagi mazmunni ash o'zidan keyin kelgan ismga bog'lab hada degan men ishorat qilayotgan odam qo'yildi turayotgan ele qadam sananda degandek bunday bir o'qimni ifodalaydi. Ya'ni allazi ushiru ilayhi fid dar. Ya'ni buningda fiilning ma'nosi va hazada allazi ushiru degandekchi. Endi mushu huruful jarlar 19 harf. Kema yani töndegidek bayan qilamiz. Birinchidan mindan boshlayli. Endi biz minni o'rgangan vaqtda din deb o'rganamiz. Tarjimada zodi din chiqadi. Ammo tushunchada ba'zi vaqtda din degan tushuncha har xil chiqadi. Shu yerda bir nuqtani tushunib olinglar. Tarjima din. Ammo din ba'zi vaqtda ifodalaydigan ma'nosiga qarab turib, azroq bir ifodada o'zgarish paydo bo'ladi minda. Shu abturda o'tadi. Min va tustamal degani tuvandikida qo'llaniladi min. Birinchidan g'oyatni boshlayanda g'oyatni boshlash uchun gap mushu bir minning roli degan vaqtimizda biz tarjimamizda hal o'zgartirdikki din boshlab. Dinlar emas, din boshlab. Libtidoil g'oya uchun keladi degan gap minning ma'nosi din boshlab bo'ladi degan gap. Bu vaqtdagi buning alomati uningga intiho uchun bo'lgan bir narsa qarshisi keladi degani min kelgan jumlada din boshlab bo'lganligini to'xtaydigan, intiho degan to'xtaydigan bir mazmun keladi qarshisida. Taqabuluhu lil intiho degan gap uning qarshisi to'xtashni ifodalaydigan bir ma'no bo'ladi. Masalan, sirtu minal basara ilal kufa desa, basaradan boshlab Kufagacha minitlam keldi degan ma'noda. Mushurunda minning din deblam qo'ymaymiz. Din boshlab g'icha, din. Chunki mush jumlada minning ma'nosi libtidoil g'oya. Yana bir misol qarab boqaylik. Ikkinchisi tabiyin uchun. Tabiyin degani jumlani bayon qilish uchun, min bayon uchun deb qo'yamiz-ku. Minning oldida bir ijmoliy shakldagi, mujmal shakldagi bir so'z keladi. Nima kelsa, masalan, man degandek va yoki jinsni ifodalaydigan, turni ifodalaydigan ijmoliy shaklda. Lekin keynidagi ism min bilan birga kelib, oldidagi mujmal ismni bayon qiladi. Bunda vaqtda ko'pincha hollarda minning oldidagi va keyinidagini yug'urib tarjima qilamiz. Chunki mindan keyin kelgan so'z minning oldidagi mujmalning bayoni o'qachqa, bayon bilan mubayyanni birlashtirib ham tarjima qilib olsak bo'ladi. Buni ayirib minning ma'nosini chiqarib o'tirishning hojati yo'q. Masalan, bunun alomati allazi huwa degan so'zni uni o'rniga qo'yish to'g'risigini mushu xil ma'noda kelsa. Masalan, fajtanibur rijsa minal awsan. But degan najisdan yaratilgan. Qaranglar. But degan najisdan. Degani allazi huwa degani shu. Masalan, mana tushunsak, buni fajtanibur rijsa allazi huwa al-awsan. Najisdan yaratilgan. Qana najisu allazi huwa al-awsan. Shu najis shu but. Andog'anda biz qisqacha tarjima qilgan vaqtda
but degan necisler. Mesela orada mening din degan ma'nosi chiqmaydi. Uni zo'rlab chiqarishning hojati yo'q. Men bayon uchun keldi degan gap, mendan keyin kelgan mubayyin bayon qiluvchi bo'lgan so'z, menning oldida kelgan mubayyan mujmal bayon qilinishga tegishli so'zlar biriktirilib tarjima qilinadiki, bu degan necisler turadi degan ma'noda. Odatda biz mushahil shakldagi tarjimalarni arabchaga tarjima qilsakmi, mushahil tarjima qilamiz masalan. Yani الرجس الذي هو الأوثان degan mana shaklda tushunsak. Shuna diqqat qilsanglar, men tarjimasida faqat menning ma'nosini chiqarmasam hayron qolmanglar, chunki arabcha tarjimada menning ma'nosi allazi huwa deb tarjima qilyapti. Shuna bu degan najis. Menning qat'iy tarjimasi chiqmasa ham xafa bo'lmaslik kerak bo'ladi. Chunki men tabiin uchun. Uchinchisi, men tabiiz uchun. Tabiiz degan gap mazmunni parchalash degan gap. Ya'ni mendan keyin kelgan so'zning mazmuni parchalanadi. Yani bir qismi, bir bo'lakka, ba'zi degandek ma'no chiqadi. Buning alomati ba'zi degan so'zni shuning o'rniga qo'ysak, durustligini tarjima qilgan vaqtda shu ba'zi ma'nosini tarjima qilamiz degan gap. Yani u vaqtida din degan o'qimni chiqarmasaqmi bo'ladi. Masalan, akhaztu minad darahim desa, men tangilarning ba'zisini oldim. Menning ma'nosini faqat chiqmasaqmi bo'ladi. Tangilarning bir qismini oldim. Tangilarning bir bo'lagini oldim. Akaltu minat ta'am desa, tomoqdan azroq yedim degan gap. Tomoqdan azroq yedim. Tomoqning bir qismini yedim. Ammo tomoqdan yedim deb buni tarjima qilish yirik chiqib qoladi. Chunki menni tabiiz uchun buning tarjimasi ba'da deb emas mana bu yerda. Ano'g'an biz bu paytda tarjima qilsak bo'ladi. Din deb tarjima qilishning hojati yo'q. Menning 4-chi roli zaida ortiq bo'lib keladi. Bu grammatika nuqtasidan ortiq. Ya'ni buning grammatikalik ifodalari yo'q. Şun grammatikal ortiq deydi, ama balag'iy yo'li ortiq demaydi. Bir ma'nosi bor uning tabiiy. Buning alomati uni tashlatishda ma'no buzmaydi degani, demak ma'noda qo'shmay tarjima qilamiz degan gap. Masalan, maja'ani min ahadisa hech kim kelmadi. Bu yerda din tini. Anog'anda yuqoridagi misollarda o'sha ibtidoil g'oyatda din deb tarjima qilinmasa, qog'oyada asosan boshqa shaklda tarjima qilinadi. Asosan boshqa shaklda. Ammo mujab buluşluq jumlalarda tarjima ziyoda qilinmaydi, lekin bu gap ko'pillar qarshi ko'pillarda buluşluq ziyoda qilinsa bo'laveradi. Bu ahvollar asosan kitoblarni ko'p ko'rish, arab jumlalar bilan ko'p ushurish orqali hal bo'lgan masala. Minnan zaid masalan qanday bayqash masalasi. Bu min haqida kelgan mazmunlar, iloh haqida kelgan mazmunlarga kelsak, iloh yuqoridagi iboyatdan misolda o'tgandek g'oyatni tugutish gap g'icha deb tarjima qilsak bo'ladi. G'oyatni tugatdi degan gap nishon tugadi. Sen ko'zlab mangan nishonni oyoqlash g'icha. Bayatdan misolda o'tdi. Ba'zi vaqtda ma'amanisidan keldi. Masalan, faqsilu wujuhakum va aydiyakum ila al-marafiqda ila al-marafiqni ma'amanisidan keladi degan gap, ya'ni bilan deb tarjima qilamiz. Shu iloning bilan ma'nosi bu. Tamam, iloning masalasi tugadi. Bir nuqtaga diqqat qiling savoldoshlar, paloni pukuni uchun keladi degan gap şu söz tarjima qilgan vaqtda shu shakl tarjima qilamiz degan gap. Aslida biz dastlab savodimiz chiqqan vaqtda menni din deb yutib qo'ysa, oxirigacha din deb turishning hojati yo'q. Dastlabda ashtavrudi eng yangi ma'lumot eng oddiy tarafidan boshlanadi. Keyin buning mazmunining kengaydigan tarafini o'rgangan sira o'zgartirishimiz kerak o'zimizni. Jumlada ne degansi men deb tarjima qilishning hojati yo'q. Jumlaning ne degansi ilo, g'oqoga, gechaga tarjima qilishning hojati yo'q. Ma'nosini keladi masalan bilan deb tarjima qilsak bo'laveradi. 3-hurfi jar hatta. Hattami iloga o'xshash degandan killam intihal g'oyat. Gecha tarjimasi qil. Odatda arab tilida hatta hozircha sizlarning saviyanglarga shaklda 3 o'rin, 3 xil ishlatiladi. Ma huruful jar o'qildigini shuning bir xilisi hamda. Hattaning bir xilisi. Masalan, nimtul bariha hatta sabah desa, men tonggacha uxladim. Men uxlagan vaqt tonggacha. Uning tarjima qilgan vaqtda g'icha tarjima qilamiz. Ko'pincha vaqtda ma'nosida tarjima keladi. Qadimal haj hatta al-mushadini hajlar keldi, hatta piyoda ketganlarmi keldi. Ya'ni qo'shib bunda mazmun jihatda hacılarning hammasi piyoda ketganlar bilan birga qana qildi, keldi degan ma'noda. Ammo hattaning bunun boshqa ma'nosi bor, roli bor. İnşallah vaqtga so'zlaymiz o'z o'rnida hammasini. Masalan, hattaninki harfi atf bo'ldi va vaqt boshqa, harf jar bo'ldi vaqt boshqa masalan. Damirun usi kirmaydi.
hattahu, hattaha, hattaki, hatta degil olmaydi. Lekin mubarratga qarshi bo'lgan imom mubarratning zoti kirsa bo'ladi. Ammo sharining bunda bir gaplar bor. Fala vallahi la yabqa unasun fatan hatta yabna abi zayd degan she'rda fatta hatta kadab hatta kapnusi kirib qoldi deb buna she'rin dalil qiladi. Ma she'r nima shaz degani qoidaga ta'sir ko'rsatmaydi. Ancha muncha kelib qolgan masalalar demakchi. Odatda tilda ba'zi qoidaga qarshi kelib qolgan ba'zi misollar qoidani buzolmaydi. Alloh bilan qasamki, hech kim yigit biti qilib qolmaydi. Hattoki senmi ibn Abi Zayd hozir turib saklama, senmi qeriysa, atogin cho'ngiysa, shu vaqtda men sizning ajrini berman degandek bir xil hukm. Xo'sh, endi hurful jarning 4-chisiga kelsak, fi zarfiyat, ravishlik. Zarfiyat degandan keyin lar diki, tiki, ichida da, ta, qa degandek ma'nolarning hammasi qas-kasi bo'ladi. Qas-kas bu degan gap xohlagan deganlik emas. Bizning Uyg'ur tilida ravishni ifodalaydigan ma'no qaysini taqozo qilsa, odatda o'xshamaydi. Ba'zi vaqtda buning da, buning masalan ta, ka degandek har xil ma'nolarni taqozo qildi. Ichida degandek, mushundan qaysi to'g'ri kelishini ishlatsak bo'ladi. Masalan, Saidun fid dar desa, Said uyda, normal. Al-ma fil kuz, su kuzda. Mayda uyda, mayda da. Qaysi taqozo qilsa ishlatsak bo'ladi. Ishkilasi ravish. Alaman islami keladi qalilan va az vaqtlarda masalan wala usallibannakum fi juz'in nakhli. Men sizlarni xormining shexiga esutman deb qo'ymayman. Vaqtda xormining shexining ustiga deb bunda o'qim bilan tarjima qilamizmi? G'aqaga degandek shaklda. Shuning bilan bizningki 42-darsimizda huruful jarlardan 4ni so'zlab o'tdik. Ammo qolganini keyingi darslarda so'zlaymiz. Ya'ni 43-dars so'zlaymiz. Kelayli ad-darsu ath-thalith wal-40. 43-dars tatimmatu huruful jar. Huruf jarning qolganlari. His qildinglar balkim harf jarlar sizlarga nisbatan faqat qiyin kelmaydi. Chunki sizlar o'qishni boshlab hozirga qadar shu harf jarlar bilan etishyapsizlar endi. Oldinga kelgan har bir jumlada asosan degandek harf jarlar bor. Shunga mosligiga nisbatan ozroq o'zgarishlarni, tarjimadagi ba'zi farqlarni his qilib olsanglar, buni hatto grammatikalik roli sizlarga nisbatan qiyin emas. Ya'ni o'zidan keyingi ismni zir qiladi. Buni tushunisizlar masalan. 5-harf jar ba. Ba'ning arab tilida roli eng ko'p. Birinchisi vahiya lil ilsaq. Chaplashtirish degani ikki narsaning birlik ekanligini ifodalash. Boshqa narsa emas mana shu. Birlik ekanligini ifodalash ya haqiqatan bo'ladi. Masalan, bihi da desa, uningda kesal degan gap, shu uningda billah kesal chaplashlik degan gap. Ya majazan degani bundalik amaliy emas, majoziy shaklda degan gap. Marartu bi Sa'id desa, men Saidning qashdan o'tdim, Said bilan billa o'tdim desa, yani sizning o'tishing Saidga yaqin bo'lsa degani, Said bilan billa, ishkalan billa keldik, billa o'tdik degandek hukm bo'lsa. Amaliyotda ishkalan billa chaplashib maqmaqliq, lekin bizda yuzbaga ishaga birovga chiqqan ishkalanni bir deb buna qaraydigan gap. Ikkinchisi isti'anat. Isti'anatni ikki xil tarjima qilsanglar bo'ladi. Isti'anatga keladi. Birisi yordam talab qilish. Bismillahirrohmanirrohim degan ba'ni isti'anat uchun Allohning yordami bilan boshlayman degan bo'ladi. Yana birisi qo'llanish. O'zimizning tuan narsalar olib qolsa qo'llanish. Ya'ni katabtu bil qalam desa, qalamdan foydalanib yozdim. Qalam bilan yozmasak ham bo'ladi. Lekin ma'nosini chiqarmoqchi bo'lsa, qalamdan bima amilta hada desa, sen nimadan foydalanib qilding buni? Isti'ana asli foydalanish degan ma'noda. Üçüncüsü ta'diye. Ötümsüz pillani ötümlük aylantırış rolu var. Ba'ning tarjimasi chiqmaydi. Faqat oldiga kelgan fe'l o'timlikka aylanadi. Masalan, zahabtu ketdim degan gap bizaydin deb ba bilan kep qolganlik tufaylidan zaydni ketkizib etdim degan ma'no. Boshqa rol yo'q, ha? Mana unda ba'ning tarjimasi chiqmaydi. Zaydni deb maf'ulun bi tarjima qilaveramiz. Ba'ning roli zahaba degan fe'lni mutaaddiga aylantirish. 4-roli zarfiyat ravish. Baytni fi ma'nosi. Zarfiyat olib qolsa data qaqa degan ma'nosi keladi. Masalan, jalastu bil masjid ta'attadim masalan. Musahabat hamrolik masalan ishtaraytul farasa bi sarjihi desa, men otni shu igir bilan billa sotib oldim desa, ot iga ikkisi billa. Bunda billilik musahabat degani billilikni ifodalaydi. Muqobalat degani almashtirishni ko'rsatadi. Almashtirish deganimiz masalan narsalarni narsaga almashtirgan vaqtda bulutni so'zitiqlarda pulni molga almashtiramiz emasmi? Shu vaqtda pulni ustiga kirib, almoqchi bo'lgan narsaning badalida pulni berdim degan ma'no ifodalaydi. Masalan, bi'tu hada bi hada deydi. Masalan, bi'tu hada bi 10 junayha desa, men ma'nosini 10 junayga sotdim desa, shunday ba ilm sotdim da almashtirish, muqobala degan almashtirishni ifodalaydi.
Mavrundumı bani bilen u bu da tercüme qilib o'tmaymiz, tercüme qilinmaydi. Chunki faqat bir narsani almashtirganligini. Ulaikallazina ishtarawud dalalata bil huda. Ulaikallazina ishtarawud dalalata bil huda. Ya'ni ana odamlar hudani dalolatga degani hidoyatni ozg'unlikqa almashtirayotgan odamlar. Tayya hidoyat kelsa qo'yib qo'yib ozg'unlikni o'ziga tanlagan odamlar hada almashtirish ma'nosi bor. Ba'ning en ahirki ma'nosi ziyade, zaide. Yani ba cümlelerde keladi ortiq. Yani grammatik noktadan ortiq. Ama balag'i yo'llar buni ma'lum ma'no beradi. Masalan, nepi qilingan bulusiz xabar degan odatda mubtada xabaridan keyin bulusiz shaklining har qandag'ida ba nafikasi bo'ldi. Mazaydun biqaymun alqa Jibril payg'ambar alayhisolamning bo'ynini siqqan vaqti, gelini siqqan vaqtda ma ana biqari dedi şu o'rinda. Jumla mazmunini ta'kidlaydi bu o'rinda. Boshqa tarjima qilinmaydi lekin. İstifhamlarda shunday keladi. Hal Zeydun biqaymun deb tarjima qilinmaydi. Ma'u qiyos degani biz bu shaklda jumla tuzsak bo'ladi. Qoidasi shu. Ammo samai shaklda kelib qolgan ahvollar va marfuta, ya'ni boshqalish xarakteridagi bo'laklarda bi hasbika dirham desa, san bir tanga yetadi degan asli hasbuka. Tarjimada biz hasbuka qilindi. Ba'ning hech qanday tarjimasi yo'q ma'runda. Va kafa billahi shay Allah guvohchilik yetarlik. Mayda ba billahi degan ba'ni tarjima jihati chiqarmaymiz. Mansubtimi kiradi tushunib kelish xarakteridagi ismlarda alqa biyadiz alqa yadahu asasi. Alqaning maf'ulun bihsi ba keldi. Faqat grammatik nuqtasidan biyadihi deb zirqlangan bilan ma'nida hech qanday ma'nosi yo'q. Nolan ba'ni masalasi oxirlashdi. Undan keyin keldik lam. Yani harf jarlarninki 6-si lam. Lamni biz odatda kichik saviyadagi vaqtimizda o'rganishda uchun deb o'rganamiz. Buning uchundan boshqa qanday bir ifodalaydigan ma'nolarga qarab boqaylik. Birinchisi xoslikni ifodalaydi. Xos. Ninki degandekcho, masalan, al-jullu lil faras. Ega otninki val malu li zaydun. Pul Zeydninki, hamda xoslikni ifodalaydi. Ma'noning deb chunda falon xos degandek. Alhamdulillah, hamdu sana Allohga xosdir. Alki xos degan gap boshqa yerdan chiqmaydi. Lillah tikillamdan chiqadi. Yo'q yerdan chiqmaydi va. Ikkinchisi lit-ta'lil sabab ko'rish uchun, anda qilish uchun, manda qilish uchun. Masalan, darabtuhu lit-ta'dib. Ma'na adaplash yuzisidan adaplash uchun. Mandaq sabablik, mandaq yuzisidan deb tarjima qilamiz. Üçüncüsü zaida oludu. Ziyade radifalekum radifakum degan ko'pincha kelib qoladi bunda ahvollar. Ya'ni sizlarga ergishib keldigan ma'noda lamning hech qanday ma'no tarjimasi yo'q. To'rtinchisi an ma'nosidan keladi. Qavlan qala yaqulu lam likib qolsa an. An deganimiz odatda to'g'riliqmi? Qala bilan an kelib qolsa falani to'g'riliq bunda degan gapchi. Huwa yaqulu an kelsa u sen to'g'riliq bunda. Endi mush yaquludan keyin lam gap qolsa-mu ba'zi vaqtda an ma'nosi keladi. Masalan, va qala allazina kafaru lil ladina amanu desa, kafirlar mu'minlar to'g'riliq, mu'minlarning keynidan gap qil degan gap emas. Mu'minlarga degan gap emas ma'runda. Mu'minlar to'g'riliq. Law kana khayran ma sabaquna ilay. Bu ishlayotgan islom yaxshi yo'lda qo'shib qolsa, ma jamiyatning cho'nglari biz, jamiyatning mutavallilari biz, aqlli qadamli biz, bular bizning oldimizga o'tib ketmaydi. Ma sabaquna ilayhi. Hargiz biz. Lekin bu yerda kaptuma qoidada fihi nazar degani amaliyotda odatda normal ishlatishda arablar aqulu lak deb qo'ydi-ku. Men senga day deb bunda ishlatdi. Odat aqulu lak desa aqulu ank degan ma'no kelmaydi masalan. Shu yerda fihi nazar degani ma haqda sal to'xtab turinglar. Manda tushunib olmanglar degan gap. Bu anaqa qoida kulli emas degandek qarab boqish tegishli. Undan boshqa yana lamning vav ma'nosi bilan keladi. Qasamni ta'ajjub shuni odatda. Vallohi deb qasam qilamiz emasmi? Lillahi deb qasam qilsak, lillahi la yu'akhkharu ajala desa, Alloh bilan qasamki ajal kechiktirilmaydi. Shuning bilan lamninki 5 xil ma'nosi oxirlashdi. 5 xil. Undan keyin keldik rubba. Rubbani odatda biz hozirga qadar o'rgangan jumlalarimizda kelgan jumlalarda bir qism, bir bo'lak, ma'lum bir qism ozg'ina degan shaklda tarjima qilamiz. Abturmada aytadi va hiya lit-taqlil, ya'ni ozliq degan uqumni ifodalaydi. Xuddi kam xabariya takfirni ifodalaydigini, kam odatda
nurg'ulg'an tarjima qildik emasmi? Dal shuni eks tarjima qilsak bo'ldi Robbini. Mushu abturmi bizga mushu so'zlarning jumlalardagi ifodalaydigan ma'nosini tushuntirib bo'lmay, uni buni aklab qistirib tushuntirib o'tdi masalan. Robbining ma'nosini tushuntirishni abturu kimni akeldi? Biz kimni nima tarjima qildik? Xabar yo'g'a vaqtida nurg'ulg'an, ko'pligan tarjima qildik. Dal shuning eksi nima bo'ladi? Rubba bo'ladi. Ya'ni bir qism, bir bilik kishilar va deb qo'ymizgo. Rubba unasin degandek. Bir bilik o'quvchilar va rubba talibin degandekchi, bu shaklda. Endi rubba jumlaning 5iga loyiq bo'lgan jumlaning 5ida keladi. Faqat nekirin o'sib kiradi. Rubba rajulan laqitu bir bilik odamni va men shu uchurdim. Bir bilik odamni va deb tarjima qilamiz endi. Yoki zamir mubham, mufrad, muzakkarning oldiga kelib bu mubham muzakkar zora qilgan nekirdan tamiz qilinadi degani bir zimirni oldiga keladi. Zimir degan mujmal emas, maqoidaga yo'lmasa, mushu mujmallikni keyin tamiz farqlantiradi. Masalan, rubbahu rajulan deb qo'yib tarjimada o'xshash. Rubba rajulin lan o'xshash. Bir bilik odam bor degan gap. Bir qism odam bor mush jahanda mandaq qiladi. Bir bilik odam bor, bir bilik o'quvchilar mashta qiladi degandekchi, bunda ma'nolarni qo'llanamiz buningda endi. Kofilarning qashda mutabiqat vojib, bayatni rubbahu rajulan, rubbahu rajulayn, rubbahu imra'atan, rubbahu imra'a. Hammasi o'xshash bir xil damir keldi emasmi? Kofilarning qashida rubbahuma, rubbaha, rubbahuma, rubbahum degandek bunda shaklda keladi deganlar bor. Cho'ng masala emas. Ba'zida kaffaning mas, kaffa degani shu rolni cheklab qo'yadigan, tuzadigan ma kirib qolgan rubbama bo'lib qoladi. U vaqtda amaldan tuzadi. Fatakuffuha anil amal degan Robbining amaldan tusudu. Jumlaga kiraveradi. Rubbama qama Zaydun, rubbama Zaydun qoyimda deb munda keladi. Vaqtida ma'nosi balkim Zayd o'rnida turgan bo'lishi mumkin, chunki oziqni ifodalagandan keyin Zaydning o'rnida turish ehtimoli ozotgan bo'lgandan keyin balkim deb tarjima qilib qo'ymiz-ku. Balkim Zayd o'rnida turgan bo'lishi mumkin degandek shaklda tarjima qilsak bo'ladi. Lekin ashu rubbiga cho'qim mazi pul bo'lish kerak. La budda laha min fi'lin madin. Chunki ozliq shumma. Chunki ozliq degan gap o'tib ketib bo'lgan ishlar degan ozliq bo'ladi odatda. Tahaqqaqu fihi. Ashu fil g'aliban tashlanib rubbajulan akraman degan gap, ya'ni hal ra'ayta man akramak? Seni hurmatlagan odamni ko'rdingmi degan javobda rubbajulan akraman desa, bir qism odamlar azroq odamlar hurmatlab baqdimi? Ya'ni men azroq odamlar hurmatligini ko'rdim. Ya'ni rubbajulan akramani laqitu. Meni hurmatlagan odamlarga bak oz uchurdim. Amana xaq obda menikini yap, menikini hajlab, mening hurmatimga toza erish bo'lib, vaqti kelib qolsa, men hurmat qilmayman degandek bir xil ozlashtirish huquqi. An akramani mushurunda rajulun sifati laqitu filisi ma'ruf mush jumlada qanaqalıqlar tashlanaqlar deydi. Shuning bilan 43-darsimiz oxirlashdi. Harf jarlardan rubba qanaqilda tugadi. Ya'ni 7-harf jar rubba oxirlashdi. Endi 44-darsimizda baqiyatu huruful jar. Harf jarlarninki qilib qolganlarini so'zlayman. Endi 8-dan 8-si rubbining vavosi. Endi arab tilida bayatni rubbini ozliqni ifodalaydi emasmi? Shu ma'noning aynısini ifodalaydigan bir vavdir bir so'z. Buni rubbining vavosi. Rubbining vavosi degandan keyin rubbini tushundik, vavni o'z peti tushunimiz degan gap. U bo'lsa-mu jumlaning 5ida shu rubb bilan boshlanadigan vav. Bu vavning alohidaligi jumlaning 5ida ham kiradi. Masalan, va baldatin laysa bihal anisu illa al-yafiru va illa al-aisu deydi. Aysu deydi. Bir qism shaharlar va ba'zi shaharlar va buning do'stim yo'q deydi. Demak, jo'g'ini ko'pin shaharda do'stim bor, lekin ba'zi shaharga bo'lsa g'ayr bo'lib qolamiz hamda. Do'stimiz yo'q. Anis degani bunda do'stluqdigan odam degan gapda. Illa al-yafiru va illa al-aisu. Faqat bo'lib qolsa yafir va yana unda muzay va yoki oq tuga degan gapchi. Yo muzay yoki oq tuga va degani endi shu bizning boshqa tunishlarimiz yo'q degandek bir ma'noda keladi. Bizga mahval maqsad o'g'ini va baldatindagi va rubbi ma'nosida shu baldatin zir qiladi, bu harf jar. Buning tarjimasi ba'zi. Raqibi biz nada o'qidik, bir she'r o'qimizga va muhaffafin kal ghusni qultu lahu. Va muhaffafindagi va rubbi ma'nosida zir qiladi. Ba'zi bir yigitlar yoki degandek tarjima qilamiz shu yerdami. 9-si qasamning vavosi. Bayatdan ba qasam uchun keladigan bo'ldi billahi deb. Masalan, lam qasam uchun keladigan bo'ldi lillahi deb. Andan vav qasam uchun keladi. Vav asosiy qasam uchun keladi. Vallahi degandek. Bu oshkor ismga xos.
Zimri sökürmeydi mesela veke ve hu digilonmaydı. Çokum vallahi mesela Allah bilan qasam qilamiz. Va shamsdan qasam qilish bizning aqidamizga to'g'ri kelmaydi, lekin Alloh Qur'oni Karimda va bilan quyosh bilan qasam qilgan va shams va duhaha degandek-ku. Mana shaklda mana hammasi qasamni ifoda etadigan va bo'ladi. Onun ise qasamning ta'si bumu lafzul jaloliga yolg'iz xos degani faqat tallohi degan shaklda kelmaydi. Boshqa hech qanday qo'llanilmaydi. Tar-Rahman degilamaydi. Hatto arablarning odatda tarabbil Ka'ba deb gapirgan gaplar bor. Bu qoidaga xilof. Kelmaydi bunday shakl. Faqat qasamni ifodalaydi. Moddiy. 11-inchisi qasamning basi bu oshkor ismga kiradi, zimirga kiradigan billahi degilim bo'ladi, bir-Rahman degilim bo'ladi. Bika ya Alloh deb qasam qilsam javob bo'laveradi. Qasamni ifodalaydi degandan keyin buning bilan yoki wow ta degan ma'noda chiqmaydi. Nima deymiz endi buni? Qasam emas. Boshqa narsa emas bu. Qasamlan. Kelgan vaqtida billahi desa Alloh bilan qasam. Vallahi Alloh bilan qasam de uqsimu billah degan ma'noda keladi. Endi har qanday qasamning javob yak jazosi. Cho'qim keynidan javob keladi, yak jazo jumla keladi. U olsun shu qasam qilmoqchi bo'lgan ishini. Hiyal jumlatul lati yuqsam. Masalan men bika-bikaga vallahi deb qo'ymayman. Biz ochig'imni keltirib qo'ysa, vallahi la adribannak. Masalan, Alloh bilan qasamga qattiq urib o'tma desam, shu urib o'tma degan gap nima bo'ladi? Muqsamun alayha bo'ladi. Muqsamun alay. Ya'ni shu qasamning javobi yak jazosi hisoblanadi. Vallahi la azhabanna ila hadha albalad. Sen ma'dulatga cho'qqum boraman desa, la azhabanna degani qasamning javobi bo'ladi. Agar mujab bo'lib qolsa, men hozir degandek, bulishliq jumla bo'lib qolsa, cümle ismi fiiliyada lamning kirish vojibki la azhabanna qaranglar. Men bayat jumla ishlatgan vaqtda la adribanna deb lam ishlatyapman. Vallahi la zaydun adil deb jumla ismiyada, vallahi la af'alanna deb bunda. Yani shundaqla inna jumla ismiyada qasam bilan javob qasamga javob bo'lib kelgan jumla ismiyada deb kelib qoladi. Vallahi inna zaydun adil deb u vaqtida Allah nega o'tkiladi, xabarga o'tkiladi. Bu qoidadan manglar bilasizlar. Agar qasamdan keyin kelgan jumla manfiy jumla bo'lib qolsa, ya'ni bulusiz jumla bo'lib qolsa, qasamdan keyin kelgan jumla bulusiz jumla bo'lib qolsa, ma bilan la'ning kirish vojib bo'ladi. Vallahi ma zaydna, vallahi la yaqum dedi. Mana shaklda keladi. Harfi nafi qayn deb tashlansin bo'ladi. Tallahi tafta tazkuru Yusuf deb tafta odatda nafisiz kelmaydi. Nafisiz gap qolsa, uning aloqa af'al naqsi tushundirgandek haligacha davomlashdi, emishol degandek ma'no chiqmaydi. Bu tabiiyki la tafta oba mana shu tashlansin bo'laveradi. Endi ba'zida qasamning javobi aş cevap dalalat qiladigan mazmun ilgiri o'tsa tashlansin bo'ladi degani men davomli deb qilyapman sizlarga jumladagi har qanday bilakni qarini tepilib qolsa, dalil tepilib qolsa, tashlab o'tilinsa, tushunilgan holatda bo'lsa tashlab o'tilinsa bo'laveradi. Masalan, Zaydun adilun vallahi dedik. Oldida jumlaga asli qasamning javobi keyinda keldi. Lekin bir devitib bo'lib Alloh bilan qasam deyotgan bo'lsa, uning keyinini qayta demasa bo'ladi. Da o'tirib deganda Zayd degan qattiq adiloy deb o'tib Allah bilan qasam gap to'xtab qolsin bo'ladi. Asli vallahi la zaydun adilun deb keyindan kelib tasla. Oldida jumlaning devitilgan bo'lg'achqa, oldida jumla ifodalagan bo'lg'achqa tashvasin bo'laveradi. Yoki qasam javobning ikki juzini o'tirib gap qolsa, zaydun vallahi adilun deb vaqtda qasamning javobi tashlansin bo'ladi. Qasamning javobi kiradigan haliqi lam yu bu kirmasin bo'ladi vaqtda. Chunki zaydun adilun qasamning javobi emas, ayrim mustaqil jumla. Ya'ni 12. huruful jar an mujawaran mujawazan mujawazligini din ütüb deyə tərcümə qılındı olğanda. Mujavaza degan gap an minlan köpinçə oxucular an mudintin min mudintin deydi. Lakin bayat degandek minnan din degan məna aran bir məna qağayada başqa məna keldi. An odatda din ütüb. Na arqılaq məsələn arqılıq, ütüb degan mana şəkil tərcümə qılındı. Ramaytu sahma anil qawsasa men o'qni yochoqdan o'tkazib otdim degan gapchi. Masalan, jitu ila al-Qahira an tariq Urumchi desa, Urumchining yo'li orqaliq Qahiraga keldim. Orqaliq deb an orqaliq bunda yo'ldan o'tib degan gapchi. O'tib bo'lgandan keyin o'tibni ifodalaydigan har qanday shakl tarjima qilsin, din degan gapni tarjima qilib o'tamsa ham bo'ladi. Ya'ni din o'tib, din o'tkazib degan shakl tarjima qilasizlar. Ala istilani ifodalaydi, üstünlükni ifodalaydi. Biz davomli ustida data qaqaga tarjima qilyapmiz. Shu üstünlükni ifodalaydigan qanday shakl olsa bo'laveradi. Zayd al-Asad hadisi Zayd o'zining ustida. Masalan, ba'zidan mishada muhim halqin bir suva anlan ala ism bo'lib qoladi. Diqqat qilib turinglar. Anning bayatning ma'nosi
mujovaza o'tibdi. O'tish deganga birodarning beqindan o'tidi. Ala istiqlol uchun qaqaga ustida aytdi. Ana ism bo'lib qoladi degan gap an beqinida, qeshida degan ma'no. Shu qeshdan o'tgan degan qesh degan ma'no. Ala ustida fawq degan ma'no bo'ladi. Ism bo'ladi. Ismning butun alohidliklari topiladi. İlla ki mü'rab bo'lmaydi, lekin oldiga ismga kiradigan qo'shimchalar kirsa bo'ladi. Masalan, qo'shiq qanday vaqt shunda bo'ladi desa, idza dakhala alayhima min oldiga min kirib qolsa, u vaqtida an janib mana qishi beqin degan ma'nosi bo'ladi. Jalastu min an yaminik desa, o'ng tarafingizda o'tdim degan ma'noda-ku. Ala fawq ma'nosi bo'ladi. Nazaltu min alal farsda atning ustidan. Labzi jihatda bu mabnilik mabni qilaveradi. Lekin oldiga qo'shimcha kelishda ma'ni jihatda ism shaklda, anni janib ma'nosida, tarafdan masalan. Alani usti degan ma'noni tarjima qilsak bo'ladi. 14-chi huruful jar kaf tashbihni ishga o'xshash deb tarjima qilamiz. Zayd ibn Amr Zayd amrga o'xshash deymiz. Buni boshqa alohida roli yo'q. Ba'zida ortiq qo'pmi keladi. Laysa kamislihi shay Allohga o'xshash hech narsa yo'q degan shaklda misli o'xshash degan ifodalagan bo'lg'achqa kapni zoy deb qaraydi nahviyullah. Ba'zida kapni bayatga o'xshash ism bo'lib qoladi. Yadhakna an kalbardil munhammi tahta awasif al-unuf shum. Amaliyotda ism bo'lib qoladi degan gap ma'na jihati shu o'z ma'nosiga keladi. Lekin shu ma'noda qo'llanilgan ism holatda qo'llanib oldiga ismga kiradigan qo'shimchalar kirib qoldigan ahvollar. Masalan, u ayollar tökülgen möldirning o'xshishidan kuludi bo'lgan ekan. Kap an mislil deb bunda kap misli ma'nosida keladi. Kap misli ma'nosida keladi. Kapni misli ma'nosi keldi deb misliga ism bo'lgandan keyin kapni ism qilib, undan keyin oldiga anning kirganligini qana qiladi? Ba'no topadi. Asli an harfi, o'zi harfi jar, kapmi harfi jar ustiga kirmaydi emasmi? Bu qanday gap desa, kap ma'runda nima ism, chunki u misli ma'nosida deb bunda ba'no topadi. Beş 16-cisi muzmunzu. Muzmunzunun ma'nosi din tart degan ma'noda ikki xil ma'nosi bor buningki. Biz buni bir yerda so'zlagan. Ikki xil ma'nosi bor. Birisi din tartib, din buyon deb tarjima qilinadi. Ya'ni birisi ning ichida deb tarjima qilinadi. Abturmudavotda bu ikkisi o'tgan zamonda vaqtni boshlash uchun keladi. Boshlash bo'lgandan keyin biz tarjimada tabiiy boshlagan shakl tarjima qilamiz. Ya'ni din buyon, din tartib. Masalan, xuddi siz Sha'ban oyida mara'aytu munzu Rajab desa, men uni Rajab oyidan buyon ko'rmadim. Ma bir xil tarjima. Ikkinchisi zarfiyatni ifodalovchi bo'ldi hozir degani ning ichida. Zarfiyat degan gap shu bir narsaning ravishligi. Ning ichida deb tarjima qilinadi. Mara'aytu muz shahrina desa, ma oyining ichida uni ko'rmadim. Diqqat qilsang, avuddan boshlab din tartib bo'ladi. Ma'ning oyning ichida da bo'ladi bunda. 18 19 17 18 19 ma ikkini shuni biraqlama kelib o'tishamiz ma'nosi o'xshash. Hasha xala ada degani hammasi ma'nosi din boshqa degan ma'nosida o'xshash akab qoldi. Bularimiz istisno uchundagini unda umumiy hukmda bir narsani chiqarib olish uchun biz mansubatda mustasana bayonidan tilga olgan bularni ja'anil qavm xala zaydin ada amrin hasha shakirin desa ishlarimiz keldi zayddan boshqa amrdan boshqa shakirdan boshqa vaqtda harflar hisoblanadi ammo xalo bilan adaning oldiga makab qolsa piluldi ahvollar va ba'zilar pil deydi mustahalatdan pil deydigan ancha muncha qarashlar va pil olib qolgan vaqtda keyin kelgasimiz zarur bo'ladi zirib qolgan vaqtda harf hisoblanadi vaqtda pil olmaydi shuning bilan bizning bugungi darsimiz oxirlashdi o'quvchilar shu o'tgan harf jarlar sizlarga nisbatan qiyin emas tadbiqotlarni bir qurib ko'rib tarjima qilib shu bayatni biz darsning ichida shu harflarning ifodalaydigan ma'nolarini ancha muncha deb o'qimasmi shu ma'nolarni tadbiqotda kelgan misollarga bir amaliy sevib baqsanglar degan umidda shuning bilan darsimiz oxirlashdi va oxiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin